Bismillahirrahmanirrahim. İmanның fazilati 54-nji hadis. Ba'zi ibn Akam zat sarqılık boğusunun mundaq degelikini rivayet kıldı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge "Ey Rasulullah, men senin yanına kelmeslikке ve sen davet kılgan boyuna kirmeslikke 10 neçe qatım qasam kılgan edim. Men Allah ve Allah'ın Resulü men öğretkenden başkını anqıra almaydigan adamman. Allah rızası üçün senden bir narsa soray. Allah seni bizge nime bilen evetdi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam bilen dedi. Men İslamның alametleri nima deb so'radim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zimni Allohga topshirdim. Ilgirki qilmishlarimdan butunlay qo'l uzdim deyish, namoz o'qish, zakat berish, musulmonning qonini to'kishni harom deb bilish, barliq musulmonlar bilan hamkorlashib qarindoshlarcha o'tish qatorliqlar islomning alomatlaridan hisoblanadi. Har qanday bir mushrik islomni qabul qilib musulmon bo'ladi ekan, u mushriklar diyoridan musulmonlar diyoriga ko'chmaguncha Alloh uning qilgan amallarini qabul qilmaydi dedi. Nasoiy 2436 hadis. 55. Sufyan ibn Abdullah al-Saqafi radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga "Ey Rasululloh, menga islom haqida sendan keyin hech kimdan bir narsa so'ramadak bir ta'lim bergan bo'lsang" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohga iymon keltirdim degan. Ondan Alloh ko'rsatgan to'g'ri yo'lda mustahkam turgan dedi. Muslim 38-hadis. 56. Anasdan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki biz o'qigan namozni o'qisa, bizning qiblamizni qibla qilsa va biz bo'g'izlagan molni yesa, u musulmondir." Nasoiy 9977-hadis. İman bölümü 57-hadis. Abu Umame'den rivoyat qilinadiki, bir kishi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan "İman degan nima?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Agar yaxshi ishlaring seni xush qilib, yomon qilmishlaring ko'ngling g'ash qilsa, sen mu'mindirsan" dedi. Al-Kabir, Ahmad 21662-hadis. İmanның xisletlari ve alametleri 59. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "İman 70 shaxsdan tarkib topgan bo'lib, aya shu shaxslarning biridir." Muslim 35-hadis. 60. Yana bir rivoyatda iman 60 shaxsdan tarkib topgan bo'lib, aya shu shaxslardan biridir deyilgan. Buxoriy 9-hadis. 61. Yana bir rivoyatda uning eng afzali bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q deyish, eng tövini kishilarga aziyat yetkazadigan narsalarni yo'ldan elitishdir deyilgan. Muslim 35-hadis. 62. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Arshining ostida Allohning yeshil yoqutdan bir taqsi bor bo'lib, uningga munolar yozilgan. Shubhisizki men Allohdirman. Mendan boshqa hech bir iloh yo'qdir. Men hammadan mehribondirman. Men 310 necha axloq yaratdim. Kimki la ilaha Allohdan boshqa hech bir iloh yo'qdir deb guvohlik berish bilan birga bu axloqdan birasiga amal qilsa, men uni jannatga kirgizman." Al-Awsat. 63. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Men keskin qasam qilib turib ayta oladigan mundaq ish bor. Alloh taolo islomda asli bor kishi bilan asli yo'q kishini hargiz barobar qilmaydi. Islomning asllari 3 bo'lib, namoz, roza va zakotga iboratdir. Alloh bu dunyoda bir kishini do'st tutsa, uni oxiratda ham hargiz tashlab o'tmaydi. Bir kishi bir qavmni yaxshi ko'rsa, Alloh uni shulardan biri qilib o'tadi." 4. bir ish bor bo'lib, men u ishni qasam qilib turib aytsam, xatolashmasligimni umid qilaman. Ya'ni Alloh bir kishining aybini bu dunyoda yapsa, uni qiyomatda ham yapadi. Ahmad 24597-hadis. Mavsili. 64. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Tövendeki 3 xizmatni o'zida o'zlashtirgan kishi iymonning lazzatini tatiydi. Alloh va Allohning rasulini hammadan bek yaxshi ko'rish, boshqalarni faqat Alloh uchun do'st tutish va Alloh uni kufrlikdan qutqargandan keyin kufrlikqa qaytishni xuddi o'tib tashlashni yomon ko'rgandek yomon ko'rish." Muslim 43-hadis. 65. Uning yana bir rivoyatida muhabbat va nafrati Alloh uchun bo'lish deyilgan. Nasoiy 987-hadis. 66. Qatadadan rivoyat qilinadiki, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: "Tövendeki 3 xislatni o'zida o'zlashtirgan kishi iymonning alomatini tatiydi. Haqni jizallashmasdan qabul qilish, chaqchaq qilsa rost gap qilish, beshiq kelgan har qanday ishning oldini ola bilganlik bo'lganligiga jazman ishonish." Al-Kabir 8790-hadis. 67. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Tövendeki 3 turli xislat iymonning jumlasidandir. Yo'qsul turib sehiy bo'lish, barliq musulmonlarga salom berish va o'ziga qarta haqqoniy bo'lish." Bazzar 30-hadis.